Voy. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qandoq? Bo'yaptimi? Lubi. Assalom. İçivopti Farg'onadan kelyapti. Ya. Bizda mazza qildilar. Lubi. To'pi. Kimmi? O'ptirmay qo'ydim. O'ptirmayapsiz. Siz bo'yim yetgan joydan o'pi. Elim bor aka. Qidiz, Qidiz bilan ham yaxshi ko'radiganlar bor aka. Turaveradi shu yerda. Men chichi yosilib ketmayapman. Bu yerga yosilib bo'lmaydi. Achchig'mas ekan. Assalomu alaykum. Holat aka, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Eson-omon kelib oldinglarmi? Tuzukmisiz? Salomatlarchi. Zo'r. Bugun maza qilamizmi? Po'lat akam bilan. Ha, aka, kechadan beri maza qilishyapti. 4000 ta odam. Xohlasa bugun konsert bomba bo'ladi. Satira plus Ulug'bek Xolmedov konserti o'zi. Aytaman. Prezidentga aytaman. Kayfsan, qazola ekansiz, ammo o'ga kayflikni sotib olaverar emas. Masli rostli ekanda. Aleyküm assalom. Keling. Dedi. Sog'ligingiz yaxshi bo'lmi? Qanjoningiz Sog'lomsiz. Yaxshi sekin. Assalomu alaykum. Po'latda yaxshimisan? Yaxshimisan? Qanjon sog'. Assalomu yaxshimisiz? Yaxshi ko'rgansiz. Bumi ichyapti. Yo'q, ben sizni ko'rgan keldim ustoz. Bor yo'q hali. Yo'q, behazil. Qalaysiz? Ustalar qilganini shogirdlar hamisha ham eplolmas ekan. Hop. Militsiya qilamiz. Ular eplashmaydi. O'zing qalaysan? Zo'rda. Ahvolating qalay? Addushi. Qorning to'qmi? Nazarim ham to'q, qornim ham to'q. Sen o'zing top olasan. Mayli, birinchi niyat ibrat. Amin. Odamlar bir-biriga yaxshilik qilsin. Iloyim. Hosil qorak aytardi, Rasululloh aytar ekanlar. Bir-biringlarga hadya berib yuringlar. Mehringlar oshadi degan. O'shani u Po'latga ham tegishli edi o'sha narsa. Nima? Shunga tegishli joyi bor. To'g'ri. Uylanibsan, videoda ko'rdik. Nima deysiz? Uylanibsan dedim. Qolib ketyapman bolalarimni hammom. Ya sheri topishsan-ku ayolni. Topdimi? Tavba qil deyman. Yo'q. Qilmasmi? Ikki bor. Baharga chiqib oling. Ko'ylakga. Mayli, yo'q, yaxshi foydalar oshirib yuborman. Oshirib yuborman. O'zim ham shunga harakat qilaman ba'zan. Abdumla ko'rsatadigan bo'lib. Yaxshi keldingmi, mahkam. Zo'rda aka. Aka, assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzukmisiz? Tamom, ishlaringiz bo'lyapti. Assalomu alaykum. Aka, tuzukmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Tinchimisiz? Yaxshi. Bitti. Ko'rganman xursandman. Ko'rib havas qilay. Sizlar Bugun to'g'riga tinchalaman qoldim. Kamchilik yo'q. Bugun ichmasangiz bo'lardi. Oyi. Yo'q, Ketdingmi? bugun ichmasangiz bo'lardi konsertga. Ichmadimmi? Qayta o'laman. Assalomu alaykum. Mana Po'lat akam Farg'onadan kelibdilar. Mana bu drujbani men qurdim, deyapti. Men qurganmanmi? Ha, men qurganman deyapti. Pilda tashiganmiz men bilan. Hojatxonadagi anaqani siz qurdimi deysiz? Hech aldamasdan.
Charchamayapsizmi? Voy Mujgan. Nima deyiladi o'sha joy? Mana shu joy. Ya, hali mashina kelyapti-da. Ya, men uni ham topolmayapmiz nomini. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kayfiyat yaxshimi? Yo'llar kerak, yo'llar hammalar. Bir o'zim nimaga o'tib olganman ko'chib borsang bo'ladi, o'zingni olib qochasan. Keyin aytib ber, ya'ni yotoqda nima qilgan, zunib cho'tga bordi, o'shani aytib ber. Nima? O'sha yolg'on. Yolg'on emas. Nima bo'ladi? Sizga ishonamiz. Abdurazzoq ana bitta xonada turamiz-da, uchiramiz. Po'lat aka, siz Abdurazzoq. Keyin nima yo'radi, unga baribir-da. Birovni cho'tkasida. Bir kuni ko'rib qoldi. Kelyapti, juda toza turardi o'zicha bu. Haligi ne ko'rib qoldi? Menikida yudingmi? Yudi. Ha nima qilibdi? Undan ko'ra o'pishib qo'ya qolganimiz yaxshi emas? Duosini olamiz, ustoz. Yo'q, albatta nimaga keldik? Duo olgani keldik-da, ilohim. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. Bugungi ajoyib konsertlar. Allohning o'zi fayz bersin. Ko'pchilik bor. Azam, xayrli bo'lsin. Aytganingiz kelsa, ilohim, xayrli bo'lsin, Alloh ziyorat qilsin. Xalqning duosida, nazarida olqishda yurishlik har yili nasib qilsin. Alloh akbar. Ilohim mana shu kelgan muxlislar tomoshabinlar ham sizga o'xshab mast bo'lib kelsin. Alloh. mas bo'lib ketsin. San'atimizdan. Endi aka e'tibor xolos-da, sovg'aning katta kichigi bo'lmaydi. Yo'q, qiziqsan, odamni katta kichigi bo'ladi. Shunga aka siz nafaqat menga, nafaqat bola chaqangizga, siz dunyoga kerak insonsiz aka. Dunyoga. Bir ham chiroyli kompliment aytdingiz. Yana bir narsaki Mirzabek aka, ne san'atkorlar 2 yil, 3 yil, 4 yil konsert qo'yadi, yo'qib ketadi. Bu Xudoning mehribonchiligiga qarayki, sizni Xudoyim yaxshi ko'rganligi uchun Voy. necha yillab, 30 yillab aka hali ham mana shu sahnadasiz. Alhamdulillah. Xudo xohlasa bizga ham nasib qilsin 100 yoshlik yubileyingizda mana shu yerga chiqib yana bir xalqni xursand qilishni Alloh nasib qilsin. Anijoningiz sog' bo'lsin, baxtingiz ulug' bo'lsin. Aka mana shu arzimas Farg'onadan juda ham chiroyli Anaqa demak, Xudo sovg'ani xohlasa. arzimasligi bo'lmaydi. Odam arzimas. Aka buyursin. Yaxshi ko'radi, yoningizda turadi. Joning sog' bo'lsin, baraka top. Shuni chiroyli qilib, hatki qo'yib qo'ygan bir chekkaga men bolalarga aytaman qo'yishadi. Duo qiling ustoz. Oynalik. Boshi omon bo'lsin. Avvalo yo'qlab kelganinglarga rahmat. Amin. Qadaminglarga hasanat, xush kelibsizlar. Amin. Vodiyda sizlardagi Amin. jigarlarimiz, do'stlarimiz, Amin. o'rtoqlarimiz borligidan xursand bo'lamiz. Boringlarga shukr. Amin. Sizlar kelaveringlar, biz boraverdik. Amin. Qadaminglarga hasanat. Amin. Alloh hammamizni hifzi himoyasida, Amin. panohida asrasin. Amin. Yurt, mahalla, Amin. xonadonlar tinch, Amin. obod bo'lsin. Amin. Allohu hayrun hafizan, hu arhamar rohimin. Amin. Allohu akbar. Oh, keling Rustam aka, keling. Qalaysiz, yaxshimiz? Anjon sog'? Alaykum assalom. To'g'ri, Rustam faqat shu narsa so'radi. Kim dedilar uning otini? To'g'on. Allohim tanladi uni zotini. Qaynari kelsa. Zokir shaq o'ting. Charchamayapsizmi? Yaxshi keling. Sen mahkam yoqqa o'tirib olgan, bularga qulay bo'ladi. O'tir. Shaq o'tirib olgan. Siz bu yoqqa o'tirib oling. Nabiralar, qizingmisiz?
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vodiylarni o'tkazib keldi. Sobirjon aka, assalomu alaykum. Salomlaringiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Nimcha yo'qsiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Voy, oson emas. Oson emas ekan, oson emas. Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Bijutka. Assalomu Ey bobo kayfi. Qalaysiz? Yaxshimisizmi? Qalaysiz? Sizmisiz? Jamshid. Chiqing zokirga chiqing. Ya chiqing. Birinchi kiydirib yuboraymi yo bo'ldimi? Chiqing. Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapsiz. Aka, yaxshi o'tkazdiringlar. Rahmat. Yo, shu yerda yaxshimisiz? O'tkirik. O'tkirik assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sancho. Assalomu alaykum. Sancho. Bormisiz? Mana bo'yim. Bu bo'yim o'sib ketganda. Bo'yni. Bo'yi o'sib ketganda. Yana bo'yi o'sib ketganda. Nimaga borgan ekansiz? Hozir keldim deyapsiz. Zo'r. Hamma shukur ozib ketibdi gapiradi. Zo'r. Shukur ozib ketibdi. Chiroyli ozgan. Qaroqqa ozibdi ekan deb afsus deyapmiz. Ketaveradi-yu, toza o'rab. Beparosatlar ham yozadi. Sana o'ynab berayotganingni bilib bo'ldi demoqchi edim. O'sha xalq tomoshabin. Xalq bilib bo'ldi-da sana shu mast bo'lib kirib Ana yaxshi kelishing. bo'lyapti endi. O'shani telbani o'ynaysiz. Yaxshi. Maza qildim o'sha hammomda son daqiqada xotinni olib ketdim. Yana nimamiz? 6 oyda qaytdim. Nima olib ketdingiz endi xotinni? Salom bor-da avlodida. Yo'q, ukasi ham kichkina emas, ozg'in bo'lgani bilan. Ukasi yuriy anaqa. Kayfiyatlaringiz yaxshimi aka? Qaraysan. Omonmisiz? Qaraysan. Zo'r. Hammasi yaxshi. Assalomu alaykum. Katta kishi bo'lyapsizmi? Charchamayapsizmi? Katta bo'ladi. Ya mehmonsan. Yomon chiqib qoladi. Bas bo'shashga o'tiraylik. Ertaga Qovog'ingiz shishibdi, uxladi. Elmurod aka, assalomu alaykum. Okajon, yaxshimisiz? Rahmat qadamizga qasam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Ishbapsan-ku, ishbapsan. Hozir Qarang kunlar. Endi ro'za kelgan. Assalomu Keling, akajon. Galdiraylar ketsa. Shogirtinglarmi? Po'latmi? Bizani ukamiz bu. Bu bari shogirdim bo'ladi. Rostdan. Do'ngni podyezdga kelaverib, oxiri doira berib bor ketdi. Chalib Farg'onadan kelib. Kelinglar aka, assalomu alaykum. Doimom. Men Nabitga so'rab qo'yibman. Alloh rahmatiga olsin. O'zinglar tinchmi? To'g'ri ko'rgan odamlar Mirzabekka chap tomonga yiqilibdi, sal chap tomonni ish betibdi deydi. Men o'zimni sen uchun asrayman. Rahmat ya, rahmat. Ta'ziya emas bu, to'y. To'y. Aba bari o'ladi. Nima? Ay, yo'q, hech yo'q. To'polon qilmaydi. Yo'q. Biz ham bir qarindoshimiz bordi. Shunaqa bir to'polon qilganda boylab qo'ygandik. Biz ham boylab qo'yaylikmi? Yo'q. Kuchimiz yetmaydi boylab. Yaxshi keldingizmi? Bobur Mansur. Bobur shu yerdami? Qani Bobur? Qayerda o'tiribdi? Men senden zo'rman men. Nima zo'r? Nima zo'r? Nima zo'rsiz-chi? Gapirma. Gaplashma. Ana qara, eshit. Men yaqinda Marsdan joy olyapman, bilib qo'y. Ha, eshit, men Marsinga Marsin qo'yib qo'ydim men. Eshit. Men uchastkam bor. Uchastkangiz bor. Ha.
Toshkent City'da domim bor. Bor. O'zim mashinam bor, Mercedes Jeep'im bor. Gap yo'q. Volkswagen Jeep'im bor. Bor. Onyx mashinam bor. Bor. Azina qarzim ham bor, bari. Yordam bering. Teatrga emas, balki keldik. Молодец, o'ziga. Ha, albatta. Bu katta risk. Katta risk, haqiqatdan, lekin zo'r. Endi relsga qo'yib olguncha-da. Alijon, tavsiya. O'sha qiziq odamlarga. Odamlarga shunaqa qiladigan yo'rgatish kerak. O'rgatish kerak. Yaxshi narsalar, lekin balki mashinaga borarmiz. Nima deb o'ylaysiz? Judayam real. Oqilona fikri. Qani bo'lmasa laboratoriyaga marhamat. Qani Gaplashaymi nima bilan? Po'lat kayfiy bilan. Po'lat kayfiy. Mayma bu Diyoniy sharafiga qadah ko'tarsak. Turdovoy nima bo'lsa? Turdovoy knishkamni o'z qo'lim bilan olib teatrdan chiqib ketdim. Men katta va kichik dramatik teatrlar. Meni eshit. Men Lomonosovda o'qidim. Lomonosovda? Da. Iqtisodiyot Moskvada o'qidim. Bilasanmi qancha o'qidim? 11 yil o'qidim. Xo'sh. Men o'rmonchilik sanoatida nima kerak? Qishloq xo'jaligiga nima kerak? Suv xo'jaligiga nima kerak? Dengizda nima yashaydi? Dengiz bilan qanday muloqot qilish kerak inson? Hammasini o'rgandim. Xo'sh. Zardaga dori topdim, zardaga ukam. Qanaqa ekan? Ijoga. Ha, qatiq. Kaltaga seni quritib kapotasan. Yuklasan. Uni quritish mashaqqat uni. Kalta kessangni siydirib quritmasang, zahar bo'lib qoladi. Oldin so'chish kerak. Nam joyga kalta kessangni oyog'ini osmondan qilsang, yoziladi. Keyin osmonga qarab quritasan. Lomonosov universitetida haligi laboratoriyasi bormidi? Bor. Bu yerda qandaydir probirkalar? Hamma narsa bor. Masalan, spirtga suvni qo'shish, suvga spirtni. Biz Michurin bilan birga o'qidim. Michurin bilan. Pomidor bilan o'sha bodringni rang bergan inson bilasanmi? Ha. Shular bilan o'qidim men. Moskvada o'qiganlar uchun ajoyib bir gap. Ayo, Между городними Moskvani ulang 29645 ministr qabulxonasi minnatdorman. Sen haligi kinoda o'ynagan. Ha. Kasbini o'zgartirgan Ivan. Ivan Vasilichka kasbini o'zgartirgan Ivan. Yo, uni yonidagi o'g'ri. Shu ham yashayapti shular. Ha, yashayapti. Biz yasharmikanmizning? Akamni, Po'lat akamni kuzatardim men azaldan. Gapi. Ana u qaytdi. Mas Po'lat keldi. Po'lat komik hazratlari. Po'lat komik aroqdan kayfni o'ynasa, men ana u serialda undan kayfni o'ynaganman. Gapi yo'q. Nega telefonlashamiz? Gapi yo'q. Olib ketaver. Yo'q. Ertaga syomkam bor. Hozir siz bilan ketgan. Gapi yo'q, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Mana Sherali akam. Omonmisiz? Azizjon o'zi kerak. Boshlandi. Erkak nima bo'lish kerak o'zi? Asallarimi yo? Asalari bo'lish kerak. Asalari bo'lish kerak. Gulga qo'nadi, asalni oladi. Bitta narsa qo'g'orlar ham bor. Qo'ng'illab yuraveradi. Asal bermaydi. Bir ikki marta boshqa qilib ko'rdik. Bo'lmadi.
lekin qog'ari ham bo'lgan yaxshi erkak kishi. Ishir vorasi bu chaqqan joyingiz. Bo'lmaydi. Foydasi yo'q. Foydasi. Mashina chaqiruvdim. Ha, yetib olinglar. Saidavaz aka. Yaxshilikda so'rashaylik. Ertaga dam olsiz menga telefon qilaman. Bo'ldi, gaplashib ko'ramiz. Xo'p, salomat.